Assalomu alaykum Arashan Barako'z kanali a'zolari. Mana Abduxal akam qo'ralaridan qo'chqorlari biri sotildi. Abduxal aka o'z bir ma'lumot bersangiz qo'chqorlar haqida. Bu o'sha Bishkekdan kelgan zakat liniyadagi qo'chqor. Shuni mana xo'ja akamiz domlamizga nasib qilgan ekan shu oldilar. Qanchagaligini o'zlari aytadilar mana. Narx haqida ma'lumot bersanglar. $6 mayli jamoa a'zosi berdik. Ketish zakot liniyaligi uchun $6,000. Xo'p, xo'ja aka shunda baraka topaymi? Xudosizlar ham baraka toping. Baraka topar. Barakasi. Aziz tomoshabinlar, mana ko'rib turibsizlar, $6,000 ga zakat qo'chqorimiz sotildi. Qo'zilarni olib qo'ying. Abduxal akam qo'ralaridan qo'zilari sotilibdi. Shu qo'zilar haqida ma'lumot bersangiz aka. Mana shu qo'zilarni mana ostiga ko'rinib turgan qo'zi bu grafi nevarasi, grafi bolasini bolasida. Mana shu oyog'ida turgan qo'chqori bolasi mana ko'rsatib qo'yishingiz mumkin mana. Mana shu qo'chqori bolasi, bu grafi bolasi. Buni bolasi bu mana. Grafi nevarasi bo'ladi. U oldida turgan zakatni bolasi u. Zakatli qo'chqori bolasi. Shu ikkita qo'chqor $5,000 ga sotildi. Enalari bilan berib yuboryapman. 3 oy emizib, 2 oy 3 oy. Qo'zlarni katta qilib olgandan keyin enasini qaytarib olib berish sharti bilan berildi. Yaxshi aka, baraka topinglar. Baraka topsinmi aka? Baraka toping. Qo'ydan biz ham baraka toping. Bo'ldi. Mana Ko'rib turibsizlar, mana ikkita qo'zimiz $5,000 ga sotildi. Graf va zakatni bolalari. Chechaklar to'sib turadi endi. Mana mashinaga chiqib ketyapti hozir. Enalar qaytib keladi. Enalar qaytib keladi. Abduxal aka qayga sotildi? Namanganga sotildi qo'ylarimiz, mana ko'rishinglar mumkin. Qo'zilarimiz xolos. Yana qo'ylar qaytarishadi. Qo'l o'tib ketadi deyman. Kel yuring. Hurmatli obunachilar, mana ko'rishinglar mumkin, qo'ylarimiz ketyapti. Husanboy akamiz olib ketyapti mana. Namangan shaharga sotilibdi.